Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Bugun mana 9-aprel 2026-yil. Tak, men sizlarga hozir o'zimizning daladagi bug'doyimizni ko'rsatyapman. Bug'doy oktyabrda oxiri, noyabrda boshlarida ekilgan. Tak, ozgina bunaqa o'tlar paydo bo'lib qolibdi. O'tga qarshi chachilgan. Bakidan oziqa ham chachildi bir marta o'tga qarshi. Bir marta bakidan oziqa chachdik. Endi mana shu bug'doy bir marta suv ichdi shu kungacha desam ishonasizlarmi? Qiyin ishonish. Mana shu bug'doy bir marta shu kuzgi suvni ichgan bo'yicha mana shu bug'doy. Hali ikkinchi suvni qo'ymadik. Tak, birinchi ekilgan paytda oktyabrda oxirlarida 25-oktyabr bo'lsa 20 shu noyabrlarda suv bergan noyabrlarda qo'yilgan suv mana shu. Birinchi suvni ichgan. Ana shu bo'yicha hozir hech qanday ikkinchi suv qo'yilmadi bu bug'doyga. Lekin mana bug'doyning holatini ko'rib turibsizlar. Bug'doy o'ta baquvvat, o'ta chiroyli chaylangan. Tak. Hamma tomoni mana shu boshi bilan ana shu nariga oqarib turgan uchi boshi bir xil standart. Bug'doyda hozir примерно eng pasti 30 sm, eng balandi 60-70 sm chamasi shunaqa ko'rsatkichda turibdi. Endi bu natijaga qanday erishildi deydigan bo'lsak, bu natijaga erishish uchun biz birinchi o'rinda birinchi suvni yaxshi qo'ydik, bug'doyni a'lo darajada chiqardik. Bug'doy ekishdan oldin tak agrotexnika ishlari amalga oshirildi. Ya'ni yerda biz haydatib ekdik mola bostirib. Bug'doyni ekishdan oldin 150 kilodan amofos emas, bio amofos degan chiqib qolgan hozir. Xuddi shu doridan 150 kilodan gektarga chachib o'rganmiz. Bio amofos. Bio amofos chachilgandan keyin xullas lekin bug'doy yerga ekildi. Bu selkada ekilmagan emas, bu anaqa nuriyda chachilgan bug'doy bu. Selkada ekilgan bug'doy mana bu tarafda hozir yana maqsad men ko'rsataman, mana shu yerda selkada ekilgan bug'doy bor. Bu bug'doy ham o'ta chiroyli. Nima bo'lgan, nima desam bo'ladi. Rivojlanyapti. Bo'ylari ham baland, yaxshi. Tak. Mana bu tarafimizda boshqa fermerda nimasi bor, bug'doy bor. Unchalik emas, lekin men endi hozir dori chachildi, berildi, boshqa qilindi. Nu sal haligi nima deydi, anaqa rivojlanish tomonidan sal orqada. Undan keyin fevral, yanvar, fevral oylaridagi yomg'irdan biz unumli foydalandik. Yomg'ir yog'ishini 1 kun, 2 kun hisobini olib turib, 1 kun. Masalan, bugun ertaga yomg'ir yog'ishi kerak bo'lsa, bugunning o'zida biz kelib turib, mana shu yerga 250 kilodan birinchi marta 250 kilodan karbamid chashdik. Oradan keyin ya'ni 20 kun, 25 kun o'tgandan keyin yana yomg'irning hisobini olib turib, 300 kilodan karbamidga qo'shib tuz dori deb qo'yadi, amoniy fosfatmi, shunaqa nomi, men ana bilmayman dori nomini. Ana shu doridan qo'shib 350 kilodan chashdik. Ana shu qilingan ishlar bilan mana hozir mana ko'rib turibsizlar. Ancha bug'doyda men hozir uchida turibman. O'zingizlar bilasizlar, uchida yovvoyi o'tlar ko'p bo'ladi, chunki haligi yovvoyi o'tlarga qarshi anaqadan kelgan ishlar bo'linmaydi, lekin ichkarilarida yovvoyi o'tlar o'ta ekan. Endi hozir mayillarida bor yovvoyi o'tlar. Ichkarilari top-toza. Keyin bug'doy xullas yanvar, fevral, mart boshida, lekin mart boshida o'tga qarshi gerbisid chashdik. Shuni hisobiga nima o't ham kam. Gerbisid ancha ta'sir qildi. Yangi chiqayotgan o'tlarni oldi. Lekin mana bu biz chachgan gerbisid mana bu nimaga ta'sir qilmas ekan. Bunga boshqa nima chashdik. Mana hozir buni ham u chachgan dorimiz o'z ta'sirini ko'rsatyapti. Ichkarida mana nimalarni ancha qulatgan, bular rosa katta edi. Ba'zilari mana sarg'aytib tashladi gerbisid.
Shunaqa yayma bak bilan keyin mana bu boshqacha mana nima deb qo'yadi. Nina bakmi shunaqa bakni gipslar adden ekan. Ular shuning uchun 2 marta gipsni chachishga majbur bo'ldik. Mana ko'rib turibsizlar bug'doyni holatini. Lekin o'ta chiroyli bo'lgan. Agar texnika ishlari amalga oshirildi. Hali ikkinchi suvni qo'yganimiz yo'q. Ikkinchi suv hali olingan yo'q. Endi xudo xolasa keyingi hafta quyosh beryapti. Quyosh keyingi hafta ikkinchi suvni olamiz. O'zi bu yil juda yog'ingarchiliklar ham ko'p bo'ldi. Ayrim dehqonlar, ko'pchilik dehqonlar mana shu yog'ingarchilikdan unumli foydalandi. Bu yog'ingarchilikdan unumli foydalanish kerak ekan. Agar unumli foydalanib, yomg'irdan oldin, yomg'ir yog'ishidan oldin asl kerakli bo'lgan dorilar chachib olsangiz, ishani 2 marta, 3 marta suvdan yutasiz ekan. Shuni hisobiga shunaqa natijalarga erishildi. Hozir u tepamizda 2 gektar makka ham bor. U ham rosa 6 soat oldin yomg'ir yog'ishidan 6 soat, 7 soat oldin ekildi. Rosa nam anaqaga ekildi. Makkani xudo xolasa ko'rsataman. Agar texnik ishlari olib borilyapti, mana ajoyib. Sizlar bilan mana shu natijalarni ulashib boraman. Xudo xolasa keyingi videolarimizda qolgan anaqa natijalarni ko'rsataman.